jannatga kirish bepul, do'zaxga esa pul to'lash kerak. Bilasanmi nega? Namoz o'qish bepul, ro'za tutish bepul, yaxshilik qilish, odamlarga yaxshi gapirish, ularni hammasi bepul bolam. Lekin aroq ichish pulli, ko'chada vaqtingni bekor o'tkazsang ham puling ketadi. Sigaretni ham o'z pullaringga sotib olasan, bularni hammasiga pul to'lash kerak. Qizig'i shundaki, ayrim insonlar bepul jannat turganda pulli do'zaxni tanlashadi. Tushunding-a o'g'lim? Allohning mehribonligini qaraginki, yaxshiliklar uchun hatto pul ham talab qilinmaydi bolam.